Assalamu alaikum. Maryland, Virginia'daki Uyghur cemaati ro'zitinglar muborak bo'lsin. 7 ayın 30 günü Fairfax kutupxonada bir ilmiy konferans o'tkazmoqchi bo'lyapmiz. Buning uchun 3 nafar Uyg'ur mutaxassislarimizni taklif qildik. Bularning bermoqchi bo'lgan nutqlari Uyg'ur jamoati uchun nihoyat foydali deb qaraymiz. Shuning uchun qatnashib berishinglarni so'raymiz. Tövəndə sözlükçülər və ularning so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlarini qisqacha tanishtirib o'tay. Doktor Anvar Mehmet efendim 2011-yili Nebraska Universitetini bitirgan, hozir Maryland Universitetiningki lektori. U hozirgi zamon kompyuter taraqqiyotini tanishtirib o'tib, Uyg'ur yoshlarga shu kasbga kirish uchun qanday tayyorgarliklarni qilish to'g'risida maslahat berdi. Kuzat Altay efendim nurg'unlarimizga tanishlik bo'lgan antropreneur, Cybertech şirketining qurg'uvchisi ham CEO. U Uyg'ur yoshlarga bo'libmi Amerikaga kelib xizmat kirishda qiynalib yurgan Uyg'urlarga qisqa muddat ichida o'sha IT sohasida ishga kirib istiqbolni o'zgartiradigan yo'llarni o'z tajribasi orqali ko'rsatib o'tdi. Doktor Qahar Barat efendim 1993-yili Harvardning doktorligini ilib, Yale qatorliq universitetlarda dars bergan Uyg'ur olimi. U Uyg'ur ota-ona va bolalarga Harvarddek oliy maktablarga kirishning konkret shartlarini va tayyorlik qilish metodlarini tushuntirib bermoqchi. Qahar efendimning deyishicha, planliq tayyorlik qilsa, unumi bir qancha assa yuqori bo'ldi ekan. Bu qitimqi konferensining mazmuni cho'nqur, mayli Uyg'ur yoshlarga bo'lsin, ota-onalarga bo'lsin yoki Uyg'ur o'smirlarga bo'lsin, intayin foydali bo'ldi. Bu fursatdan to'liq foydalanishinglarni so'raymiz. Rahmat.